Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir sirni ochaman. Turkiyaga keldim. Turkiyada xo'p, men kimni qo'lida ishlayapman va u insonlar qanday? Shular haqida gapirib beraman. Ulardan qanday motivatsiya, saboq, hayotiy saboqlarni olsa bo'ladi. Shular haqida gaplashamiz. Demak, qani ketdik. Xo'p, asosan otasi qaraydi bu yerda, ya'niki bu yerda 1700 gektardan oshiq, ya'ni 1800 gektarga yaqin yer bor. O'sha yerlarda qaraymiz biz. Asosan otasi qaraydi, onasi qaraydi, o'gay onasi. Qolgan 3 ta farzandi Anqarada ishlaydi. Hammasini ishi o'zi Anqarada, lekin bu yerda ham ishi bor. Ya'ni bu yerdagi ishlarni biz qilamiz, u yerda o'zlari ishlarni qilishaveradi. Shanba bozor kuni kelib, kontrol qilib, nazorat qilib ketishadi. Ya'niki qancha dori solish kerak, qancha suv berish kerak, shularni qilib ketadi. U yerda ham ishlaydi, bu yerda ham ishlaydi. Bu yerdagi daromadi cho'rniy kassadir. Ya'niki oyligidan, oilasidan boqishga maoshi yetadi. Bu yer boshqa bir, ya'niki biznesi bu. Ularning biznesi. Ya'niki ular misol uchun bitta patron o'g'li, boshlig'i o'g'li $2000 oladi. Qurol zavodida idle kadr bo'lib ishlaydi. U $2000 dan oshiq pul oladi. Boshqa farzandlari ham shunday. Har bittasini mashinasi bor shaxsiy. Xo'p, bizni qaramog'imizda 5 dona traktor bor, 2 dona mototsikl bor. Undan keyin bitta Tata mashina bor. Va boshqa qo'ylarimiz bor, mollarimiz bor, inaklarimiz bor, qo'yinlarimiz bor. 3 ta itimiz bor. Sanaydigan bo'lsa, mishig'igacha sanaydi-yu. Mishig'igacha sanaylik, ipidan ignasigacha. Nima bor, nima yo'q. Undan keyin xo'p, suv chiqaradigan motorlari bor. Mazot har oy 2 tonna mazot keladi. Har bir oy 2 oyda, uzog'i 2 oyda. Mazot, ya'niki salarka. Ya'niki bu orqali nima demoqchiman? Avval boshida bular 200 gektar, 300 gektar yerda olishgan. Karantin paytida, asosan karantin paytida ko'proq olishdan boshlashgan. Undan keyin ishchilar olib kelishgan, 1 tona, 2 tona. Hozir mana 1800 gektarga yaqin yeri bor. Ya'niki sekin ko'paytirib boryapti. Zengin, boy odamga aylanib boryapti. Xo'p, undan keyin bu yerdan chiqqan daromadni o'zlari uchun, kayf safo uchun sarflashmayapti ular. Yana qo'shimcha yer olishga har yili o'ldi deganda 60 gektar, 50 gektar yer olyapti, qo'shyapti. Undan keyin yer tagidan suv qaziryapti, elektrik. Hozir biz suvlama ochadigan bo'lsak, elektrni bitta bosamiz, bitta bekitamiz, bo'ldi. Turbalarni hozirlab qo'yganmiz, vanasini ochamiz, bekitamiz, bo'ldi. Qolgan boshqa ish yo'q. Ya'niki ishlar o'ta oson. Qiyinlari ham bor, endi asosan shu, oson ish. Xo'p, maqsad ular asosan bu daromadini kayf safo uchun sarflashgani yo'q. Temir intizom bilan sekin mana 1700-1800 gektar yerga ega bo'lishdi. Keyin yana bitta e'tirof qiladigan tomoni, ularning birlikdadir. Bobosi hammasi chachilib ketmasligi uchun birlikda ushlab turadi. Ya'niki bir qilib turadi. Juda qiziq va juda hayotiy saboq. Ya'niki undan bir biz motivatsiya olsak bo'ladi undan. Shular gapirmoqchi edim. Xulosani o'zlaring chiqarasizlar, men chiqarmay. Sog' bo'lasizlar. Turkiyada mening bir kunim davom etyapti. Xudo xolasa qaytamiz O'zbekistonga. Lekin ancha bor. Paka.